Aliment to'lashdan bo'yin tovlagan shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinmi? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 122-moddasiga ko'ra, moddiy yordamga muhtoj bo'lgan voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxsni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash, ya'ni sudning hal qiluv qarori yoki sud buyrug'iga binoan undirilishi lozim bo'lgan aliment mablag'larini jami bo'lib 2 oydan ortiq muddat davomida to'lamaslik, ushbu qilmish uchun ilgari ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Agarda ushbu qilmish xavfli retsidivist tomonidan sodir etilgan bo'lsa, 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan jazolanadi. Shu bilan birga, agar shaxs aliment majburiyatlari bo'yicha qarzdorlikni to'liq to'lagan bo'lsa, u jinoiy javobgarlikdan ozod qilinadi.